This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, muhtaram radio anglag'uchilar. Erkin Asya Radyosuga xush keldinglar. 21 yanvar poytaxt Washingtondan tarqatilayotgan mazkur Uyg'urcha anglitishimizning riyosatchiligi uchun Gulchehra xizmatda. Navbatda bugungi programma o'rinlashtirishimizdan qisqacha ma'lumot berib o'tay. Bugungi dunyo vaziyati, shundaqla Uyg'ur diyoriga munosabatlik iqlim masalalari haqida qisqa xabarlar anlatamiz. Kundalik qisqa xabarlarimizdan keyin vaqa ham muloyiza, obzor anglitish programmalarimiz bo'yicha dunyoning har qaysi joylaridagi muxbirlarimizning tayyorlashida tafsiliy xabarlar, suhbat hamda obzorlarni diqqatingizga sunmoqchimiz. Hürmetli radio anglag'uchilar, undaqda bugungi bir soatlik radio anglitishimizni yoqtirib olishinglarni umid qilamiz. Navbatda o'z muxbirimiz Javlanning tayyorlashidagi kundalik qisqa xabarlar diqqatingizda bo'lsin. BDT Kişilik Hüquq Oliy Komissari ishxonasi 21 yanvar kuni o'z tor betida bayonot berib, Tayland hukumatidan 48 Uyg'urni Xitoyga qaytarmaslikni talab qilgan. Mazkur bayonotda BDT Kişilik Hüquq mutaxassislarining so'zlariga o'rin berilgan bo'lib, Tayland hukumati 48 Uyg'urni Xitoy Xalq Jumhuriyatiga o'tkazib berishni darhol to'xtatishi kerak deyilgan. Ular yana Tayland hukumatini ogohlantirib, agar bu Uyg'urlar Xitoyga qaytarib berilsa, dahshatli qiyin qistoqqa va inson qalbidan chiqqan muomalaga uchraydi degan. Bayonotda ular yana Xitoyning Uyg'urlarga qilgan zulmlarining isboti bor. Biz ularning Xitoyga qaytarilsa, o'rniga kelmaydigan jangaslikka uchrashidan andisha qilamiz. Unda qilish musofirlarni tan jazosiga yoki boshqa zo'ravonliklarga uchrash ehtimoli bo'lgan xatarli davlatlarga qaytarishni cheklashdek xalqaro belgilamaga xilof degan. Ma'lum bo'lganidek, Taylanddagi 48 Uyg'ur 2014-yili Taylandga qochib chiqqan 350 Uyg'ur musofirdan qolganlari bo'lib, ular 11 yildan beri mahbuslik hayotini yashab kelmoqda. Bu jarayonda bolalarni o'z ichiga olgan 5 kishi qamoqxonada kasal sababidan o'lib ketgan. Ular hozirgacha BDT Kishilik huquq oliy komissarligi yoki BDT musofirlar ishtirok komissarligi vakili bilan ko'rishishga amal qilolmagan. Mazkur bayonotda BDT mutaxassislari Tayland hukumatini Uyg'ur musofirlarga zarur bo'lgan turmush sharoiti va davolanish imkoniyati yaratib berishga, musofirlarning qonuniy vakili yoki advokati bilan BDT organlarini uchrashtirishga yo'l qo'yishga chaqirgan. Amerikaning 47-chi navbatlik prezidentlik vazifasiga o'tirgan Donald Trump ish boshlagan birinchi kunila TikTokni cheklashni 75 kun kechiktiradigan ma'muriy buyruq imzolagan. Bu vaqtda chiqqan xabarlarda aytilishicha, Donald Trump bu orqali Xitoy bilan sodlashish hamda TikTokni Amerika bilan Xitoyning sherikchiligidagi shirkatga aylantirishni planlagan. Bosh shtabi Xitoyda bo'lgan TikTok Xitoy kompartiyasi bilan bog'lanishlik ekanligi va Amerikaga singib kirib, Xitoyga foydali tashviqotlarni qilayotganligi, Amerika fuqarolarining bo'libmi yosh o'smirlarning psixik sog'lomligini buzayotganligi bilan ayblanib kelgan edi. 2024-yili Amerikadagi ikki partiya ma'qullagan chet el kuchlarining kontrolligiga taqobil turish qonun loyihasi shu yili 4-oyda sobiq prezident Jo Baydenning imzo qo'yishi bilan qonunga aylangan edi. Mazkur qonunga asosan TikTok 2025-yil 19 yanvardan boshlab Amerikaga setilish yoki Amerikada cheklanish taqdiriga duch kelgan edi. CNN to'g'rining 20 yanvar bergan xabariga qaraganda, prezident Donald Trump TikTokni cheklashni 75 kun kechiktirish buyrug'ini imzolaganligi uchun Amerika Adliya ministerligi chet el kuchlarining kontrolligiga taqobil turish qonunini darhol ijro qilmaydi ekan. Chunki mazkur qonun prezidentga bu qonunni o'z qarori bo'yicha ijro qilish huquqi bergan ekan. Bu sababdan 19 yanvar kuni 14 soat taqilib qolgan TikTok 20 yanvar tushdan keyin qayta echilgan.
Prezident Trump TikTok'ni cheklashni kechiktirish haqidagi buyruqqa bergan tushuntirishida TikTok'ni tuyuqsiz to'xtatib qo'yganda qarshi taraf bilan muvofiq kelishim hosil qilishning tasqi to'xtaydiganligini, uni cheklashni kechiktirganda yangi hukumatning u masalani muvofiq bir taraf qilishiga fursat yaratadiganligini bildirgan. Xabarda deyilishicha, Prezident Trumpning TikTok'ni cheklashni kechiktirish buyrug'i Amerika Davlat Majlisining qarshi turishiga uchrash ehtimoli bor ekan. Qonun belgilamasida faqat TikTok'ni Amerikaga setish kun tartibi davom qilayotgan mezgildala prezidentning uni cheklashni uzartish huquqi bo'ladi ekan. Halbuki TikTok'ning beshidagi Xitoy amaldorlari TikTok'ni Amerikaga setishni xohlamaydiganligini bildirib kelayotgan bo'lib, buning o'zimi TikTok'ning Xitoyning maxfiy quroli ekanligini, vaqti kelganda Amerika bilan bo'lgan suhbatda ko'zir qilib qo'llanadiganligini ko'rsatdi deb qaralmoqda. Manila vaqti gazetining 21 yanvar xabar qilishicha, Filippin doiralari Xitoy armiyasi bilan chatishlig'i bo'lgan bir Xitoy fuqarosi bilan ikki Filippinlik sherikini jasuslik komandori deb qo'lga olgan. Ular Filippinning muhim aslaha qurilishlarining o'rnini sizib Xitoyga ta'minlab bergan. Filippin davlatlik bexatarlik tekshirish idorasi e'lon qilgan axborotda deyilishicha, soqchilar mazkur jasuslarning mashinasiga maxfiy holda yer shari o'rin belgilash sistemasi, ya'ni GPS o'rnatib va nazorat qilib kuzatish orqali ularning qilmishini aniqlab chiqqan. Ular Filippindagi harbiy gazarma, elektr stansiyasi, aeroport, dengiz porti, yerlik hukumat ishxonasi, hatto savdo markazlari atrofida aylanib, bu o'rinlarning tafsilotini 3D'lik surat yo'llash texnikasi orqali Xitoyga yo'llagan. Filippin bexatarlik xodimlari bu suratlarning harbiy nishon yoki odamsiz uchoq, ya'ni dronlarning hujum nishoni uchun muhim uchur ekanligini ilgari surgan. Xabarda deyilishicha, Xitoy jasuslarining yuqori texnika orqali muhim aslahalarining o'rni, ko'lami, qurilmasi haqidagi uchurlarni egallashi andisha paydo qilgan. Chunki ular ishlatgan uskunlarni yiroqdan kontrol qilib bo'ladi ekan. Ham to'plagan uchurlarni Xitoyning chet eldagi jasuslik organlariga yo'llag'ili bo'ladi ekan. Agar Xitoy armiyasi u uchurlarni qo'lga tushirib olsa, mazkur nishonlarga boshqarilgan bomba va raketalarni qo'yib beradi ekan. Amerika yangi hukumatining tashqi ishlar ministri nomzodi Marco Rubio to'liq ovoz bilan rasmiy vazifaga tayinlangan bo'lib, Trump hukumati ish boshlagan 2-kuni, ya'ni 21 yanvar kuni Washingtonda Avstraliya, Hindiston, Yaponiya tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishgan. Reuters agentligining bu haqda bergan xabarda deyilishicha, Marco Rubio'ning xizmat boshlagan tunji kuni harakatga o'tib, Xitoy tahdidiga qarshi qurilgan 4 davlat ittifoqi, ya'ni Quad tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishishi yangi vazifaga o'tirgan prezident Donald Trumpning Xitoyga taqobil turishini bosh vazifa qilganligidan derak beradi ekan. Prezident Trump Yaponiya, Avstraliya, Hindiston tashqi ishlar ministrlarini vazifaga o'tirish murosimiga taklif qilgan bo'lib, bu hol Amerika yangi hukumatining Hindo-Tinch okean rayoni hamkorligini kuchaytirish irodasini ifodalab bergan. Ichki ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, 21 yanvar o'tkaziladigan 4 davlat ittifoqi tashqi ishlar ministrlari yig'ini kelgusida prezident Donald Trump o'tkazadigan 4 davlat boshliqlari yig'inining asosini tiklaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika, Yaponiya, Hindiston va Avstraliyadan tashkil topgan 4 davlat ittifoqi 2007-yili Yaponiyaning tashabbusi bilan qurilgan ittifoq bo'lib, dastlabda Xitoyning Hindo-Tinch okeandagi ig'vogarchiligini cheklashni maqsad qilgan xavfsizlik dialogi bo'lgan. Keyincha 4 davlatning diplomatiya va istixborot jihatdagi hamkorligiga qarab taraqqiy qilgan. Radio anlıqçılar, Erkin Asiya Radiosunu anlamaktasılar. 21 yanvar, seyşembelik mezgür anlatışımızın növetlikli minutlarını vaqa hem molayızı seyipsiga bağışlayımız. Seyipimizde öz muhbirlarimiz, şundaqlı dünyanın her qaysı joylaridagi diyari muhbirlarimiz ve obzorchilarimizning tayyorlashida yeni tafsili programmalar diqqatinglarda bo'lsin.
Muhtaram radio anlıqçılar, Uyghur cemiyetide kengri tonulgan Orxun torbetining sahibi, tarixchi Tursunjon Hizim 2009 yılı 5 iyul vaqasidan keyingi Uyghur torbetlarga qarshi zarbi do'lqinda 7 yillik kesib etilgan va jazo muddatini tugatgan edi. Ma'lum bo'lishicha, u 2017 yildagi cho'ng tutqundan keyin davom qilgan madaniyat va ma'rif sohasidagilarga qarata nuqtaliq zarbi do'lqinda yana chetga qolmagan. U 2022 yilning oxiri qaytadan kesilib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan. Fanda muxbirimiz Shuhrat To'shurning vaqtida tayyorlagan programmasi ekranlarda bo'ladi. Materiallardan ma'lum bo'lishicha, tarixchi Tursunjon Hizim 1973 yil Aqsuda tug'ilgan. 1996 yili Xinjiang universitetining tarix fakultetini bitirib, Aqsu viloyat 1-o'rta maktabda o'qituvchi bo'lib xizmatga tushgan. Tursunjon Hizimning muhojiratdagi do'stlaridan birining tanishtirishicha, u Uyg'urda tarixdan iborat sazgir sohaning texmi sazgir temalari ustida ko'p izlanganlarni jamoat so'rinlarida o'rtoqlashgan. Tursunjon Hizim universitetda o'qiyotgan mezgildan boshlabla Xitoy davlat bexatarlik xodimlari uning peg'i tushgan. U shu o'quvchi mezgilda bir qancha navbat qisqa muddat tutib turilib, so'roq qilingan. Tursunjon Şinjan'da şöyle vaqtda bir qatim tutilgan. Daha şöyle bitirdiğin 3. yılga bir kalendar Allah'ın tabiatlik mucizeleri deb bir kalendar chiqqan bir vaqtda. Şu kalendar andikin yana birisiga Tangri tog' deb bir mayka besilgan. Şinjan'da şöyle balalarning orasida shunda bir mayka moda bo'lgan aqid bir ko'rnak rasm bor. Aşlağa münasebetli bulup 95 yılı tutulgan yazlık tartılda bir ayga yakın qamoqxonada yatgan. Bu o'rta maktabda o'qituvchi mezgilda Uyg'ur tarixi haqidagi farqli qarashlari va o'zgacha ifodalash usullari sababli yana doiralarning gumonini qo'zg'ab, dars munbirdan uzoqlashtirilgan va maktabning o'quvchilar yotqidan qo'g'dash xizmatiga qo'yilgan. Tursunjon Hizim bilan ilgari ilmiy tadqiqot sohasida tanishlik bo'lgan, navbatda Amerikadagi olam texnikasi sohasida ishlayotgan doktor Erkin Sidiq apandining tanishtirishicha, Tursunjon Hizim ilmiy tadqiqotdagi rostchilligi va haqiqatchilik sababidan ko'p qatimlab xizmat va ijtimoiy hayotda chetga qilgan. U Tursunjon Hizim bilan men haqiqatan yaqin o'tgan. Orliqda boshqadan qo'yib turibdi. Tursunjonni deb oldim, keyin qayta tutilib ketdi deb oldim. Keyincha xabarni qat'iy olmadim. Uningdan burun va tutilib chiqib boshlab bo'lib ketgan. Xitoylar zodi xotirjam bo'lolmagan Tursunjondan. O'zi tarixchi bo'lgan uchun tarixni bilgan bo'lgan uchun. Boshlangan men xabar olmadim. Asosligi men hech kimni surish qilolmaydigan bir ahvol ostida endi. Chet eldagilardanmi o'tgan ajmish berib kelganlardan surish qilib uni ahvolini zodi o'qolmadim. Ammo u bu chetga qilish va uzoqlashtirilishni fursatga aylantirib, tarix ilmini asos qilgan mo'l mazmunliq Orxun torbetini qurib chiqqan. 2005 yilda qurilgan bu torbetda Uyg'ur tarixiga oid mavjud kitob materiallarining ko'pinchisi arxivlashtirilgan. Torbetda tarixiy yozmalardan boshqa tarjimalar, muhokamalar va munoziralarga keng o'rin berilgan. Hukumat tadqiqot torlaridan ko'ngli so'yishmagan Uyg'ur o'qirmanlar Orxun torbetini tarix ilmining bir suzuk buluq sifatida yoqtirgan. Torbetning mo'l mazmundan boshqa mushtarlarning ko'p bo'lishimi uning 2009 yili 5 iyul voqeasidan keyingi Uyg'ur torbetchiligiga qarshi zarba do'lqinda torbetning taqilishi va Tursunjon Hizimning 7 yillik kesilishiga sabab bo'lgan. Tursunjonning muhojiratdagi do'stlaridan o'z ismini oshkorlashni xohlamaydigan birining inkos qilishicha, u jazomizni tutish bir mezgildan keyin qo'yib berilgan. 2022 yili qaytadan tutqun qilinib, yil oxirida muddatsiz kesib etilgan. Aqsu shaharlik arziyat idorasi xodimi Tursunjon Hizim haqida ma'lumot berishni rad qildi. Va bu adliya idorasi Aqsu viloyatlik, Aqsu shaharlik. Adliya idorasi. Biz 1-o'rta maktabning tarix o'qituvchisi Tursunjon Hizim haqida bir ahvol egallamoqchi. U bola hozir qayerda? Uni men o'qimayotganman. Delosidan xabaringiz yo'qmi yoki o'zini bilmaysiz, o'zini tanimamsiz? Uning munosabatini men o'qimayman. Men sizga deb bermayman uni. Aqsu 1-o'rta maktab ma'mur xodimi Tursunjon Hizim haqida ma'lumot berolmaydiganligini bayon qilish orqali uning tutqunda ekanligidan bishorat berdi. Voy. Men telefonni qo'ymay turing. Men shu balalikni telefon qilaymi ya? Bu Tursunjon Hizimdan ikkinchi qatim qayta kesib ketishning sababi nima? Men sizga uni depasam bo'lmaydi. Qayerlik turma jazo o'tatdi? Qaysi turmada hozir? Shuni ahvolni so'rab qollar, endi u bu narsani depasam bo'lmaydi. Qancha yillik kesildi u yoq? Rasm qabulmasa nasib depiramayman. Oxirida telefonimizni qabul qilgan
maktab qo'g'dash bo'limi xodimi Tursunjon Hizimning muddasiz kesib o'tilganligini va navbatda Urumchida 3-chi turmada jazo o'tayotganligini dalilladi. Sizma qo'g'dash bo'limini boshliqmi? Tursunjon Hizim qancha yillik kesilgan bo'ldi? Islom maktabning birinchi o'qituvchisi, Orxon Turbetining qurg'uvchisi. Muddasiz deydi. Muddasizmi? Muddasiz. Sotga qatnashdingmi Islom maktabnikida? Yo'q. Sotga silma qo'g'dash bo'limidan qatnashmadingmi? Silma bexatarlik xizmatlariga mas'ul bo'lgan ekan. Yo'q. Ham bu muddasiz kesilishiga nima sabab bo'ldi? Maktab rahbarlari sizga uqtadimi bu vaqtda yoki saqchidan? Biz hech nimani uqmadik. Va navbatda Urumchida 3-chi turmada jazo o'tayotganligini dalilladi. Qaysi turmada ekanligidan xabaringlar bormi? Bor. Qamish Aqsudimi? Urumchidagi. Urumchidagi qaysi turmada? 3-chi turmadimi? Bu 2022 ning oxiri kesildi degan gap to'g'rimi? Sizlar qachon xabar topdinglar bundan? Biz u mashida uqtiq uni. Shaturga o'tib kelgan mashida uqtiq biz. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy idoralari muddatsiz qamoqqa qilib, Tursunjon Hizimni illiq oilasidan va u so'ygan Uyg'ur el jamoatidan ayirib etilgan. Ammo u qurgan Orxon Turbetini taqash orqali u arxivlashtirgan Uyg'ur tarixiga oid minglarcha angishtar qimmatli maqola va kitoblarni yo'q qilib o'tmagan. Erkin Sidiq apanning deyishicha, oldingi yil muhojiratdagi Uyg'ur kompyuter mutaxassislari ko'plagan turbetlar qatorida Orxon Turbetidan o'chirib o'tilgan zo'r bir turkum materiallarni tashlangan axlat ombiridan tepib qutuldirib qolgan. Nima Mashal gruppasidagi qarindoshlar bilishib vatandagi bir qism to'rbetlarni asli keltirib olgan. Hozir sizningki ovozingizni anglagandan keyin surishchi qildim. Shunga mas'ul qarindishimizdan Orxon torbetim bor ekan. Torbetni yo'llab qo'ydim. Shunga bunchalik muhimroq degan mazmunlarni o'zingiz tanlab olsangiz yaxshiroq bo'ladi ekan deb o'yladim. Torbetni yo'llab qo'ydim. Ma'lum bo'lishicha, Tursunjon Hizim yana Hunlarning umumiy tarix qatorliq kitoblarni tarjima qilgan va bir qism ilmiy maqolalarni yozgan. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Orxon Turbetining sohibi tarixchi Tursunjon Hizimning ikkinchi qitim qaytadan kesilib, muddatsiz qamoqqa tashlanganligi haqida anglatish berdik. Erkin Asiya Radyosu'nun Uygurca programlarını anlatırsınlar. Amerika bilan Xitoy o'rtasida davomlashayotgan savdo jangi, Janubiy dengizdagi tirkishish, shundaqla Xitoyning Tayvan masalasi, Uyg'urlar masalasida Amerika bilan keskin ziddiyat qaynamaga kirishi, yangi sovuq munosabatlar urushining boshlanishi deb qaralib kelmoqda. Yaqinda Amerikadagi tashqi siyosat jurnalida e'lon qilingan bir maqolada Prezident Donald Trumpning Xitoy bilan bo'lgan yangi sovuq munosabatlar urushida g'alaba qilishi uchun sobiq prezident Donald Reaganning yo'ldan mengish kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. Tuanda muxbirimiz Javlanning bu vaqtda tayyorlagan programmasi diqqatinglarda bo'ladi. Amerikaning 1980 yili saylangan Cumhuriyetçilerden bo'lgan prezidenti Ronald Reagan 70 yil hukm surgan Sovet qizlar hokimiyatining g'ulab tushishida muhim rol o'ynagan. Shundaqla Amerika bilan Sovet ittifoqi o'rtasida necha 10 yil davomlashgan sovuq munosabatlar urushini oyoqlashtirgan mashhur siyosiy edi. Bugungi kunda Cumhuriyetçilerden ikinci qatim saylangan Donald Trumpning tutgan maydoni, siyosati va g'oyasining Reagan bilan o'qishib ketadiganligi hamda uning Xitoy bilan bo'lgan raqobatda o'tib chiqib, yangi sovuq munosabatlar urushini oyoqlashtirishi mumkinligi haqida mulohazalar o'tirg'i chiqmoqda. Yaqinda Amerikadagi nopuzliq matbuotlardan biri bo'lgan Tashqi siyosat jurnalida yangi sovuq munosabatlar urushida qanday g'alaba qilish kerak nomli bir maqola e'lon qilingan bo'lib, Prezident Donald Trumpning Xitoy bilan bo'lgan raqobatda Ronald Reagandan o'rganishi kerakligi o'tirg'i qo'yilgan. Maqolada ko'rsatilishicha 1980-yili Reagan saylan vaqtida amaliy kuch bilan tinchlikni qo'lga keltirish g'oyasini hamda Amerikani qaytadan qudratli qilaylik degan shuarni o'tirg'i qo'ygan bo'lib, Donald Trump buni birinchi qatimliq saylan mezgilida qo'llangan. Ham 2024-yildagi saylan mezgilida davomli ta'kidlagan. Ronald Reagan haqiqatan Donald Trump ulgu oladigan eng yaxshi o'rnak bo'lgan. Gerçi ba'zilar sobiq Sovet ittifoqi rahbari Mikhail Gorbachev sovuq munosabatlar urushini oxirlashtirishda hal qilg'uch rol o'ynagan deb qarasamo, amaliyotda Reagan hukumati Moskvani islohot yo'liga majburlab, Sovet armiyasining ko'p miqdorda harbiy qisqartishini va Sovet hukumatining Sharqiy Yevropadagi ta'sir kuchining oxirlashishini keltirib chiqargan. Reagan eng boshida qattiq qo'lliq siyosat yurgizib, kommunizm ideologiyasini rad qilib, Sovet ittifoqining kengaymachiga qarshi turgan.
Shuning bilan bir vaqtda Amerikaning davlat mudofaa chiqimini zo'r darajada oshirib, texnika afzalligidan to'liq foydalangan. Ammo payti kelganda u Gorbachev qatorliqlar bilan bir qator uchrashishlarni elib berib, harbiy hozirliklarni qisqartish va Yevropaning xavfsizligini qo'llash jihatda kishini hayron qoldiradigan bosishlarni hosil qilgan. Amerikadagi siyosiy analizchi Ilshad Hasan apandi Ronald Reagan bilan Donald Trumpni, Gorbachev bilan Xi Jinpingni ayirib qarash kerakligini bildirib, mundaq deydi. Ko'plar Reaganni so'g'oq urushda Amerikani boshlab Sovetni yengan desa, hozirgi ba'zi tadqiqotlarda Reagan yengan emas, Gorbachev Sovetni yaxshilayman deb parchalayotgan degan ma ko'z qarash hozir ustiga chiqyotdi. Yana Reaganning roli faqat ikkinchi o'rinda degan. Donald Trumpning bu da ketim tayyorlik bilan keldi. Endi xuddi Sovetni Gorbachevninki davrida oxirisi g'ulab ketganga o'xshash bo'lamdi. Meningcha bu yerda Donald Trump Reagan emas, Xi Jinping Gorbachev emas. Xi Jinping texi Gorbachevninki mag'lubiyatini alayda tadqiq qilgan. Xi Jinping o'zining degan bir ig'iz so'zi bor. Sovet kommunistlarining ichida erkak yo'qmikan degan. Demakchi o'g'ini Sovet kommunistlari mag'lubiyatni o'zi keltirgan, shuni qarab turib, o'zini o'zi yo'qotgan degan mana bir yakun chiqarganligidan Xi Jinping hozirgi Xitoyni yana Mao Zedongning davriga ipmingyotdi. Uning qarashicha, sobiq Sovet ittifoqining parchalanishida Gorbachevning tashqi siyosatimi muhim sabab bo'lgan. Gorbachevninki bir alayidligi shu vaqtida Sharqiy Yevropadagi bu kommunist davlatlar yordam so'ragan vaqtida Gorbachev ochiq degan. O'zinglar qaror chiqarsizlar, biz Sovet aralashmaymiz. Mana degan vaqtda Reaganninki hamkorlashidan bakarak Gorbachevninki o'zining ishg'oliyatidagi davlatlarning ishlariga aralashmasligi, uningga agishib Sovet o'zining ichidagi Litvaniya, Estoniya bu davlatlarninki mustaqilligi, uningdan keyin Sovetninki butun parchalanishini olib chiqdi. Maqolada mundaq deyilgan. Bugungi kunda Amerika hech bo'lmaganda ikkinchi qatimliq sovuq munosabatlar urushining 6-yiliga qadam qo'ydi. Bu qatimqi raqib Xitoydir. Bayden hukumati davrida Xitoy texmo xatarlik bo'lib qoldi. Trump birinchi qatimliq vazifa o'tayotgan mazgilda Xitoyning kuchayishini cheklash kerakligini tunab yetdi. Hamda Washingtondagi siyosatchilarning gumoniga qaramay ularni qoyil qildi. Trump buning ham savdo urushi, ham texnika urushi ekanligiga ishindi. Trump ikkinchi qatimliq vazifa o'tash muddatida Amerikaning yangi kuch qudrati bilan Xitoyga bo'lgan besimni kuchaytirdi. Ammo Trumpning oxirgi maqsadi Reagan bilan birdek bo'lishi. Amerika o'zining asosli raqibi bilan kelishim hosil qilib, 3-dunyo urushining xatarini, ya'ni yadro qurollariga ega bu ikki darajadan tashqari cho'ng davlat o'tirisidagi so'g'oq urushining xatarini azaytishi kerak. Maqolada bildirilishicha, dunyo hozir so'g'oq munosabatlar urushi oxirlashgandan buyongi har qanday vaqtga qaraganda xatarli ko'rindi. Xitoy hozir sobiq Sovet ittifoqining o'rnini elib, Amerikaning asosli raqibi, iqtisodiy va texnik jihatda Sovet ittifoqidan kuchli bo'lgan darajadan tashqari cho'ng davlatga aylandi. Xitoy, Rossiya, Iran va Shimoliy Koreya hozir iqtisodiy va harbiy jihatda ochiq-oshkora hamkorlashyapti. Ularni 2-dunyo urushi mazgilida Amerika va uning ittifoqdoshlari duch kelgan razillik o'q markazi deb atash mubolag'a emas. Maqolada deyilishicha, qutblashish vaziyatiga duch kelganda Trump Reagandan o'rganishga diqqat qilishi kerak. 1986-yili Amerika bilan Sovet ittifoqi rahbarlari barliq yadro qurollarini bekor qilishga qo'shilgan bo'lib, ikki taraf o'tir musofilik yadroliq bombani zo'r darajada azaytishga va'da bergan. Buning bilan harbiy musobaqa, to'qinish va jiddiyliklar pasayib, nisbiy tinchlik o'rnatilgan. So'g'oq munosabatlar urushining oxirlashishida Berlin temining o'rilib tushishida buning roli cho'ng bo'lgan. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazining strategiya va xavfsizlik mutaxassisi Raymond Ko navbatdagi prezident Donald Trumpning 80-yillardagi prezident Ronald Reaganning yo'liga varislik qilishi kerakligi haqidagi fikrga qarata mundaq deydi. The author in that piece tends to grant too much authority to the actions of individuals. Meningcha bu maqolning avtori davlat tuzilmasiga emas, shaxsning harakati va kuch nufuziga bakroq egib ketgan.
Reagan sobiq Sovet ittifoqida Covid vabosi tarqitish orqali uni og'dirib etgan emas. Balki Sovetlarning o'z tuzilmasidan voz kechishiga turtki bo'lgan Sovet ittifoqi tuzilmasining taraqqiyoti bilan birlikda uning ichki qismida ziddiyatlar tang mavjud edi. Bu ziddiyatlar ig'irlashganda Amerikaning o'z rolini joriy qildirishi zarur bo'ldi. Hozir Xitoydami shunday ziddiyatlar yuz bermoqda. Biz hozir Xitoydagi taraqqiyot modelining oxirlashayotganligini, iqtisodida davolg'ish bo'layotganligini ko'ryapmiz. Chunki Xitoy iqtisodida ziddiyatlar mavjud. Amerika boshqa davlatlarga boshchilik qilib, Xitoyning odil bo'lmagan tashqi savdo usulini tarmar qildi. Xitoyni chekladi, ham yetim qo'ydi. Mana bu farqli tuzilmadan kelib chiqqan ziddiyatlarni kontrol qilishning ehtiyojidan bo'lmoqda. Bugungi kunda Donald Trumpning tashqi siyosatdagi eng muhim nuqtasi Xitoy bilan raqobatlashish. Ammo raqobat nihoyat tezla cheklash va oxirida qarshilashishga aylandi. Trump ikkinchi qatimliq sovuq munosabatlar urushini boshlashni o'ylamadi. Ammo Xitoy rahbari Xi Jinping Amerika bilan tenglashish, ondan Amerikani besib tushish strategiyasining allaburun boshlanganligini oshkorladi. Bugungi kunda yangi sovuq munosabatlar urushi Ukrainadan O'rta Sharqgacha, olam boshlig'idan tor boshlig'igacha nurg'un sohada uzluksiz elib berilmoqda. Maqolada aytilishicha, Trumpning va'dasi Amerikani 3-dunyo urushining ofatidan saqlash. Trump Xitoyni urush bilan emas, savdo va texnika ustunligi bilan mag'lub qilishni o'ylaydi. Ammo Trump Xitoydagi kishilik huquq masalasiga, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va Hong Kongdagi demokratiyaning bostirilishiga qarshi turishni muhim masala qatorida ko'rmaydi. Trumpning ikkinchi qatimliq vazifa o'tash muddatidagi cho'ng ishlaridan biri Xi Jinping bilan kelishim tuzish bo'lishi mumkin. Korxonchi Elon Muskning Trump bilan yaqindan aralashishimi Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining yo'nalishini ko'rsatib berdi. Chunki Xitoy bilan qarshilashish strategiyasi Elon Muskning elektronlik avtomobil shirkati Tesla'ning manfaatiga mos kelmaydi. Donald Trump bilan Xi Jinpingning kelishimi faqat Trump Amerikaning kuch qudratini asliga keltirgandan keyin borliqqa keladi. 2025 va 2026 yillari savdo jangi kuchayib qolsa, bu Xitoy iqtisodiga, Amerika iqtisodiga ziyon solgandan ko'p ziyon soladi. Bu chaqda Trump Reaganning sobiq Sovet ittifoqi bilan murosasa qilganiga o'xshash Xitoyga ko'proq murosasa qilish pozitsiyasini qo'llanishi mumkin. Ilshod Hasan apandi bugungi yangi sovuq munosabatlar urushi davrida Xitoy bilan murosalashish va hamkorlashish orqali uningdan g'olib kelishning mumkin emasligini, Uyg'urlarga buning texmi foydasiz ekanligini bildirib mundaq deydi. Hamkorlashish bilan Xitoyni o'zgartirish bu mumkinchiligi asosan yo'q deb qarayman. Hamkorlashish faqat Xitoyni texmi kuchlantirdi. Endi bu yerga qistirib Uyg'urning masalasiga kelsak, hamkorlashish Uyg'urning kunini texmi tasqiladi. U yerdagi Uyg'urlarning uchrayotgan milliy qirg'inchiligi to'xtamaydi. Bu xil hamkorlik agar davomlashib qolsa, agar shu yo'lda mengib qolsa, qanday qilamiz? Davomliq Amerika hukumatiga anglatish lozim, xalqarodan foydalanishimiz lozim, Yevropani safarbar qilishimiz lozim. Xitoy bilan hamkorlashishninki hech qanday natija kelmaydiganligini dunyoga tushuntirish lozim. Eng muhimi Xi Jinping Gorbachev emasligini, yana Xitoy madaniyati Rus madaniyati bilan osmon zamin farqining borligini tushuntirish lozim. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Kor radiomizga yo'llagan inkosida yangi sovuq munosabatlar urushi davrida Xitoydan g'olib kelishning yo'li haqida mundaq deydi. Ronald Reagan iqtisodiy cho'kkan Sovet ittifoqini amaliy kuch bilan tinchlikni qo'lga keltirish taktikasi orqali mag'lub qildi. Xitoyni iqtisodiy jihatda vayron qilish, toki Xitoy demokratiyani amalga oshiruvchi, uningga harbiy jihatda besim qilish hozirgi eng yaxshi strategiyadir. Maqolaning xulosasida mundaq deyilgan. Donald Trumpning tashqi siyosati Joe Bidenga qaraganda kuchli ko'rinadi. Ammo Biden hukumatining tashqi tahdidlarni tunib yetmasligi avval Afg'onistonda, ondan Ukrainada, ondan Isroiliyada bir qator ofatlarning maydonga kelishiga yo'l ochib berdi. Ondan texmi cho'ng ofatning yuz berishiga, ya'ni Xitoyning Tayvanni qamal qilishiga sharoit hozirlab berdi. O'z vaqtida Amerikaning davlat ichi va sirtidagi tanqidchilar Reaganning qo'llangan tavakkul diplomatiyasini ayblagan edi. Amaliyotda uning oldida Jimmy Carter davrida Sovet ittifoqi Afg'onistonga besib kirgan bo'lib, bu sovuq munosabatlar urushidagi eng xatarli paytlarning biri edi. 1980-yili nurg'un kishilar Reaganning sovuq munosabatlar urushini oxirlashtirganligi, haqiqiy kuch orqali
tinchlikni yetkazilganligi to'g'risidagi farazlarni masxara qilgan edi. Bugungi kundami Trumpning shuningga o'xshash natija yaratishi mumkinligi haqidagi gaplar kishilarga masxaralik tuyuladi. Ammo tarixiy hikmatlarning biri shuki, davr bilguch voqealar doim ular yuz berishdan bir qancha yil burunmi mumkin emasdek ko'rinadi. Tashqi siyosatdagi muvaffaqiyatlar prezidentning inovatini tiklaydi, shon shuhratini oshirdi. Reagan shundoq bo'lgan edi. Endi Donald Trumpmi shundoq bo'lishi mumkin. Tayland birmizda tutib turilayotgan 48 Uyg'urning Xitoyga majburiy qaytarilish xavfida qolganligi oshkorlangandan keyin muajiratdagi Uyg'urlar va Uyg'ur tashkilotlari tezdan xalqaro kishilik huquq tashkilotlari hamda demokratik davlatlardan Taylanddagi Uyg'urlarni bu fojiadan qutuldirib kelishni talab qilib kelmoqda. 19 yanvar kuni Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas qatorliqlardan tashkillangan bir hay'at Tayland poytaxti Bangkokga yetib kelib jiddiy faoliyatlarni boshlagan. Bu haqda ixtiyor muxbirimiz Habibullah Bangkokdan egallagan ma'lumotlarni yetkazdi. Tayland turmusida tutib turilayotgan 48 nafar Uyg'ur 1-oyning 10-kuni oshkor murojaatnoma e'lon qilib, o'zlarining Xitoyga majburiy qaytarilish xavfining og'irligini, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari, demokratik davlatlar va Uyg'ur tashkilotlaridan o'zlarini bu fojiadan qutuldirib qolishni talab qilgan edi. 19 yanvar kuni Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas, muavin raisi Polat Saim, qurultay Janubiy Osiyo ishlari bo'limining mudiri Saud Mehmetlardan tarkib topgan bir hay'at Tayland poytaxti Bangkokga yetib kelib, Amerika, Angliya, Kanada qatorliq davlatlarning Taylanddagi elchixonalari bilan ko'rishib, ularning hamkorligida Tayland hukumat tarmoqlari va parlament a'zolari bilan Taylanddagi Uyg'urlarning masalasi, shundaqla ularning turmush sharoiti qatorliq masalalar haqida jiddiy muzokara olib borgan. Bu munosabat bilan Taylandning poytaxti Bangkokdan ziyoratimizni qabul qilgan Roshan Abbas xonim Taylanddagi Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida ma'lumot berib o'tdi. Shu biz bu munosabatlar bilan do'xtin bir hay'at bularningki qaytarilib berish tahdidining yuqori bo'lganligini 3 kishi Yaponiyadagi faoliyatimizni yerimida tashlab biz Taylandga kelgan. 2 kun Taylanddagi ba'zi parlament a'zolari va kishilik huquq tashkilotlarining liderlari va diplomatlar, qanchalagan elchixonalar va shundaqla bir qism ko'chmanlarga munosabatlik organlar va muxbirlarning ziyoratlarini degandek shundaq bir jiddiy ko'rishlarni olib berib faoliyatlarda bo'ldik. Navbatda Tayland doiralarining Taylanddagi bu Uyg'urlar turayotgan tutib turish o'rnidagi Uyg'urlardan boshqa ko'chmanlarni yo'tkab ketishi bu tutqun Uyg'urlarni va Uyg'ur muhojiratini andishiga solgan edi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Sharqiy Janubiy Osiyo ishlari bo'limining mudiri Saud Mehmet bu vaqtdagi o'zining ko'z qarashlarini va navbatda elib borgan xizmatlar haqidagi ba'zi jarayonlarni biz bilan o'rtoqlashdi. 1-oyning 15-kuni Dünya Uyg'ur Qurultiyining ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur hareket tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim Yaponiyaga kelib bir yurish faoliyati bo'ldi. Shu faoliyatlar o'tkazilayotgan jarayonda Taylandni qamrab turgan 48 Uyg'ur muhojirning ahvoli nihoyatda xatar ostida. Taylanddagi vaziyatning jiddiy muhimligini ko'zda tutib, Yaponiyadagi programmalarga bir qism o'zgarishlarni kirgizib, uchimiz tashkil topgan bir hay'at Taylandga 19-yilga qarab mangdi. Kechda Taylandning muhojirlarni tutib turgan o'rinni izlab bordik. Bizning boshqa matbuotning odamlarimi o'sha cho'ng darvozaning oldida saqlab turganini ko'rdik. Kechasi Uyg'urlarni yo'tkab mangdigan ehtimolligi bor deb xabar topgan matbuotlarga. Biz tarafdan biraylan shu kuni soat kech 12gacha shu tutib turgan o'rinning darvoza oldida atrofida kuzatib turgan bo'ldik. Biz bilan
birla kelgan muxbirlarmi aşağı bir kecha kuzatib turdi. İkinci kuni atdigandan boshlab diplomatlar bilan, matbuotlar bilan, parlament a'zolari va shu yerdagi kishilik huquq tashkilotlari bilan ko'rishish yapadi. Dünya Uyghur Qurultayı Taylanddagi kishilik huquq tashkilotlari, advokatlar jamiyatlari mas'ullari va ba'zi muxbirlar bilan keng doirada uchrashish elib borgan bo'lib, Roshan Abbas xonim yana bu Uyg'urlarning Xitoyga majburiy qaytarilish xavfi vaqtincha to'xtatilgan bo'lsa-mu, ammo bularning 11 yildan beri Tayland turmusida tutib turilishining xalqaro ko'chmanlar qonuni, kishilik huquq ahdnomasi va xalqaro qiyin qistoqqa qarshi turish kelishimnomasiga xilof ekanligini bildirib o'tdi. Tayland doiralarininki bu Uyg'urlarni 11 yilga yaqin vaqtdan buyon bundaq tutib turishi qonunsiz bir qilmish. Shundaqla xalqaro ko'chmanlar qonuni, kishilik huquq ahdnomasi, qiyin qistoqqa qarshi turish ahdnomasi qatorliqlarninki hammasiga xilof. Navbatda bu qarindoshlarimiz u yerda eng nachar sharoitda 11 yilning yaxshi yerda yashayotdi. Ularninki salomatligi ahvollarining yaxshi emasligining ustiga bular mana shu 10 yanvardan tortib 11 kundan beri ochliq e'lon qilingan bir qismlari. Yana bizning qayta ta'kidlaganimiz, agar Tayland ikkinchi qatim cho'ng xatolikni elib berib bu qarindoshlarimizni Xitoyga qaytardi ekan, bu qatimda butun dunyo o'lkalarining birdek nafratga uchraydiganligini, Tayland hukumat doiralariga Yevropa birligi bilan hozirgi berayotgan savdo kelishimininki qattiq ta'sirga uchraydiganligini, Tayland bilan savdo berayotgan davlatlarning Taylandga qattiq savdo munosabatlarga cheklashlarni olib bordiganliklarini ta'kidladik va bu qatim Tayland doiralari bu bolalarni qaytarib etdi ekan, surtildigan qora dog'ni Taylandningki yupulamaydiganligini, bu tarixda noiti kechirgisiz xatolik sifatida o'rin oldiganligini qayta ta'kidlab, muxbirlarga shu nuqtada gap qildik. Tayland doiralariga yetkazish uchun biz ko'rishgan inson huquqlari tashkilotlarining liderlari va boshqa munosabatli o'rinlarga Muşu noktalarını qayta ta'kidladik. Bu hayat 21 yanvar Taylanddagi faoliyatlarini tugatibla Yaponiyaga qaytib, bu 48 Uyg'ur haqida Yaponiya parlamentida jiddiy uchrashishlarda bo'lgan. Navbatda Yaponiyada Roshan Abbas xonim bilan birga faoliyat qilayotgan Uyg'ur harakati tashkilotidan Mukarram Qurbon bu vaqtdagi ma'lumotlarni o'rtoqlashdi. Biz bugun Tokioda Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhi a'zolariga jumladan navbat intayin ciddi bir mesele bo'layotgan Taylanddagi 48 Uyg'ur qarindoshlarimizning tafsili ahvollari to'g'risida doklad berdik. Yaponiya parlamentidan ularning Xitoyga qaytarilmasligi va ularni eng tezlikda bexatar bir 3-chi bir davlatga yerlashtirishi to'g'risida darhol bayonot e'lon qilishni talab qildik. Taylanddagi bu 48 nafar Uyg'urning Xitoy qaytarilish masalasi chiqqandan keyin Dunyo Uyg'ur Qurultayı va boshqa bir qism Uyg'ur tashkilotlari mas'ullari va siyosiy faoliyatchilar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Germaniya, Turkiya qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan ko'plagan davlatlarning hukumat xodimlari va parlament a'zolari, shundaqla har qaysi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan ko'rishgan. Amerikaning ba'zi davlat majlisi a'zolari va tashqi ishlar ministrligi inkos qaytarib, Taylandni bu Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirgan. Buning natijasida Tayland turmusida tutib turilayotgan bu 48 nafar Uyg'urning masalasi xalqaro masalaga va nopuzliq matbuotlarning qiziq temasiga aylangan bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Oliy komissarligining bayonotchisi va Osiyo ishlariga mas'ul xodimi Babar Baluchmi bu haqda matbuotlarga bayonot e'lon qilib, biz bu haqda jazmlashtirilmagan dokladlarni angladik va darhol Tayland hukumat doiralari bilan ko'rishdik. Ular bizga ahvolning undaq emasligini bildirdi. Biz hukumat doiralariga ko'chmanlarni Xitoy qaytarmaslik majburiyatini eskartib, tutib turishning o'rniga boshqa chora tanlashini tashabbus qilamiz degan edi. Bu programmani Shveysariyadan Habibullah Izchi tayyorladi. Amerikadagi Uyg'ur harbiy tashkiloti qurilgandan buyon 15 o'xshamagan davlatda har joyning siyosiy sharoitlariga masalda Uyg'urlarning og'ir vaziyatini va Uyg'ur davosini anglitishni rivojlantirish va buning uchun Uyg'ur yosh faoliyatchilari qo'shinni kuchaytirish maqsadida tarbiyalash kurslarini uyushtirib kelmoqda edi. Bu navbat ular Yaponiya poytaxti Tokioda Uyg'ur faoliyatchilarni tarbiyalash kursi ochgan.
2 kun davom qilgan tarbiyalash kursiga kishilik huquq mutaxassislari hamda Uyg'urlarni va Xitoy siyosatini tadqiq qilayotgan bir qism ko'zga ko'ringan amerikalik mutaxassislar taklif qilingan bo'lib, har xil temalarda ahamiyatli leksiyalar so'zlangan. Xabar tafsilotini Turkiyada turishliq ixtiyor muxbirimiz Erkin Tarim tayyorlagan xabardan anglang. 18 ve 19 yanvar günleri Merkezi Amerika'daki Uygur Hareketi Teşkilatı'nın uyuşturuşu bilen Yaponiya paytaxtı Tokyo'da Uygur faaliyetçilerini terbiyeleş kursu açıldı. Bu katımlıq kursta Uygur faaliyetçilerinin halkara sorunlarda dünya cemaatçiliğe, hükümetlerge, axbaratlarga ve münasibetlik ammavi teşkilatlarga Şarkı Türkistan davasına qandaq anlatışının yolları hakkında məxsus leksiyalar sözlengen. Bu qatımlıq kursqa Yaponiyadaki Uygur faaliyetçiler iştirak qılgan bulup, kursda ularga Yaponiyanın əmeli əvalığı masalda bunun siyasi atmosferası matbuatı qatarlıq qurulmalarını düşengen aldı, az adam küçü bilen yuqori ünüm yaratış üçün qandaq taktiklarni qo'llansa bo'ladi degan temalarda nayta qimmatlik leksiyalar berilgan. Uyg'ur harakati tashkilotining boshlig'i Ravshan Abbas xonim telefon ziyoratimizni qabul qilib, bu kursni uyushtirishdagi maqsad to'g'risida to'xtalib, mundaq dedi. Xalqimiz bugungi kunda tarixda ko'rilib baxmagan bu eng og'ir qismatlarni beshdan o'tkazyotdi. Muhojiratdagi Uyg'urlar bo'lsa, vatan va millatni qutuldirish uchun qo'ldan kelishicha har turli tirishchiliklarni ko'rsatyotdi. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi bizga qachon nasib bo'ladi biz bilmaymiz, lekin kun sari yiqilishayotganligimizni his qilgan holda bu kurashlarimizni davom qilyapmiz. Millatimizning og'ir vaziyatini Uyg'urlar o'zir turayotgan davlatlarda qandaq qilganda unumlik anglatib qutuqlarni qo'lga keltira olamiz. Buni o'rgatish maqsadi texmi unumlik da'vo qildirish, da'vo elib berish maqsadida uyushtirgandir. Yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. 2 kun davom qilgan tarbiyalash kursida Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq dunyo ayollar ishlari alohida elchisi Kelly Curry xonim Amerikadagi George Washington Universiteti xalqaro tadqiqotlar turining direktori, O'rta Osiyo masalalari mutaxassisi professor Sean Roberts, Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi vazifasini o'tayotgan O'rkash Davlat apandi, Kanada Alberta Uyg'ur jamiyatining raisi Mukarram Qurbon xonim va ba'zi jurnalistlar har xil temalarda leksiya so'zlagan. Mukarram Qurbon xonim bu to'g'riliq ma'lumot berib mundaq dedi. Bu kursga qatnashgan xonim qizlar, erlar, yoshlar hammasi kunlik kursdan keyin yaxshi nab olganligini va bu o'rgangan chiq yangi uchurlarga ega bo'lganligini va o'rgangan bu uchurlarni, o'rgangan bu narsalarni o'zining bunday da'vo yo'ldagi xizmatlarda qo'llanganligini dedi. Mazkur kursda sobiq Amerika Dünya Ayollar İşleri alayida elchisi Kelly Curry xonim hukumat va xalqaro tashkilotlar bilan unumlik aralashish temasida leksiya bergan. U bergan leksiyada Uyg'ur xonim qizlarining butun dunyoga xo'ja bo'laman da'vatgan Xitoy davlati bilan ro'baro kurash qilayotganligini, bu da'voni texmi kuchaytgan holda davomlashtirish kerakligini ta'kidlagan. Mukarram Qurbon xonim bu haqda to'xtaldi. Amerikadan kelgan Kelly Curry xonim xalqaro ayollar masalasida Amerika bosh elchisi. U xonim hukumat va xalqaro tashkilotlar bilan unumli aralashish temasida so'z qildi. Buningdimi savol-javoblar bo'ldi. Lekin u xonimning shu leksiya so'zlagan chog'da sizlar Uyg'ur xonim qizlari butun dunyoga xo'ja bo'limi degan iqtisodiy jihatdan kuchlangan bir cho'mir davlatni qarshilik elib, ular bilan ro'baro turib kurash qildinglar. Sizlar o'zinglarni sal chog'lamanglar, ya'ni o'zinglarning nayt kuchlikligini, nayt cho'ng ish qilayotganliklarini bilishinglar, ham buniki texmo tirishib bu da'voda to'xtamaslikni sözün arqada bularni so'zlab o'tdi. Yaponiyaning Tokyo shahrida o'tkazilgan 2 kunlik kursga yandash holda Amerikaning Tokyodagi elchixonasida Uyg'ur masalasiga bag'ishlangan hujjatlik film qo'yish faoliyati o'tkazilgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati raisi Ahmad Litip apandi
faoliyat haqida ma'lumot berib mundaq dedi. Bu qatimqi 2 kunlik tarbiyalash kursiga yondosh holda Amerika elchixonasida o'sha Uyg'ur masalasiga bag'ishlangan bir hujjatli film qo'yish faoliyati bo'lib o'tdi. Bu faoliyatga Amerika elchixonasi tarafdan o'zining munosabatli odamlarga taklif avatib chaqirgan bo'ldi. Yaponiya Uyg'ur jamiyati ham munosabatli bizning qo'llovchilarimizga, siyosiy yo'llarga, ommaviy tashkilotning mas'ullariga, matbuotlarga taklif avatib qatnashtirdik. Buning natijasida Yaponiyadagi eng cho'ng gazetning birisi bo'lgan Yomiuri gazeti darhol bu faoliyatga ahvolini ham Javhar xonimni ziyorat qilgan bir xabarni gazetda e'lon qilgan. Buningga Xitoyning Yaponiyadagi bosh konsuli darhol Twitterda inkos qaytarib, bu gazetningki mush qilmish uchun bu so'rash kerakligini, xabarni tuzitish kerakligini talab qilib shundoq ig'ir tanqid qildi. Demak, bularga ta'sir qildi bu narsa. Uyg'ur faoliyatchilarni tarbiyalash kursiga qatnashgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining taftishi Dünya Uyghur Qurultayı'nın muavin teftishi G'olib Mejit Efendi 18 ve 19 yanvar günleri ötküzülgen terbiyeleş kursida ko'p yangi ma'lumotlarni o'rganganligini, bu xil kurslarning dunyoning har qaysi joylarida davomli o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi. Buning qarta qatnashchilarmi ikkinchi jarayonda shunda qizg'in mayli anglash jihatdan bo'lsin, mayli fikr yurgizish jihatdan bo'lsin, mayli savol so'rash jihatdan bo'lsin, bizga munosabatli doiralarda nurg'un tajriba, bilim, yangi bir hukmlarga ega bo'ldi deb qarayman. Merkezi Amerika'daki Uyghur Hareketi Teşkilatı 2023 yılı 11-12 fevral günleri Yaponiyanın Tokyo şehrideki Shinjuku Meymanxonasida Uyghur hanım kızlarını terbiyeleş kursu ötküzgen idi. Uyghur Hareketi Teşkilatı hazırgacha Avstriya, Avustralya, Kanada, Germaniya, Yaponiya, Gollandiya, Fransiya, Şvetsiya ve Türkiye qatarlıq 15 devlette Uyghur yaşlarını terbiyeleş kursu ötküzgen bu programını Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan Erkin Tarım tayarladı. Hürmetlik radyo anlıqçılar, növətideki tanlağa öz muhbirimiz Qutlarning tayarlışıdaki Yoruq Sayırlar sahifəsinin yeni sanını sunmaqçımız. Dikkat bəgəysizlər. Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqçılar. Yoruq Sayırlar sahifəmizə xoş gəldinglar. Mən məzkur sahifənin proqram riyasətçisi Qutlan. 1965 yılı 6. ayının 14. günü bir ömür vətəni üçün tipirliğan bir otluq yürək soqışdan toxtaydı. 64 yıllık qısqığına hayatığa 1930 yıllardaki Xotan inqilabının yol başçılığını, Şərqi Türkistan tarixidən ibarət büyük bir abide əsərinin müəllifligini, Xitay tarixçiləri bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarını, shundaqla muajiratdagi vatan davosining mushaqqatlik jarayonlarini sig'dirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20 asr Uyg'ur tarixidagi buyuk bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadarlik radio anglag'uchilar, tövəndə diqqətinizlə Muhammad Emin Bug'ro və onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. Hürmetlik Alimcan İnayet Efendi, söhbətimizə xoş gəldiniz. Bilgininizdək, Muhammad Emin Bug'ro bir diniy olim, bir inqilobchi, bir milliy da'voning yo'l boshchisi, bir tarixchi va jamoat arbobi bo'lib qolmasdan, balki yana adabiy ijodiyat jihatdagi mo'l mazmunliq asarlari bilan tanilgan shaxsdir. Bugun biz Bug'roning sahna asarlari ijodiyati, jumladan Qutlug' Turkon operasi haqida to'xtalmoqchimiz. Bu haqda anglarmanlarimizga nimalarni tavsiya qilmoqchisiz? Muhammad Emin Bug'ro shoir bo'lish bilan birga dramaturg edi. Qutlug' Turkon operati nomli drama uning adabiy qobiliyatini namoyon qiladigan muhim asarlardan biri
7 pərdə 17 səhnədən təşkil tapqan bu tarihi operada 8-ci əsrdə qurulğan Uyğur dövlətinin xaqanı Yolu xaqanının oğlu Qutluk Tekin bilan Qucha xaqanı Kun xanның qızı Türkan Terimning muhabbeti və şunun bilan birlə yana şu davrdagi Uyğur dövlətində yüz bergan qalamaqonchiliklar aks ettirilgan. Hürmetli Taran Uyghur Efendi, siz mi hoş geldiniz? Sizce Muhammed Emin Buğra'nın sahne eserleri icadiyeti toğruluq nimelerni aytish mumkin? Qutluk Türkan operası qandaq eser? Mümkün Buğra Efendi tamamen yeni bir janrda, yani sahne eserleri üstüdümü qalam törtishga muvaffaq bo'lgan va tarixiy temini aq ko'rinish qilgan Qutluk Türkan operasini yozib chiqqan. Qutluk Türkan operasi Orxun Uyg'ur xonligi davridagi tarixni asos qilgan holda o'zimizningki shonliq tarixini, kuchlik davlatchilik an'analarimizni, shundaqla jangovar kurashlarimizni aks ettirib bergan bir tarixiy opera sifatida o'tirg'i chiqqan va Urumchi sahnalarida o'ynalib, nihoyat zo'r olqishga erishgan. Endi Olimjon Efendi, sizden so'rab baqsam, bilginizdek, vatan va millat temisi Buğra'nın adabiy asarlaridagi mangulik ona temidir. Bu tema uning Qutluk Türkan nomli sahne asarida qandaq o'rin olgan? Buğra bu tarihi operadımı çoğunluğu pükken vatan ve millet sevgisini aks ettirmey turalmagan. Mesela ikinci perdede orun algan bir şiirde mundaq deyilgen. Türk elinin erlerimiz, Türkistan'dur yerlerimiz, ulus yurtның yolunda aksun kan terlerimiz. Mengü bolsun Türk eli, 100.000 yaşa ey Hakan. Ulus bizning canımız, yurt söylemek imanımız. Uluq Türklük yolunda fida bolsun kanımız. Мәңгі болсын Türk eli, 100.000 yaşa ey Hakan. Endi Taran Uyghur Efendi söz növbetini sizge bəsək, Buğra Qutluk Türkan operasını yazgan yıllarda Uyghur edebiyatidagi sahne eserleri icadiydi. Bo'libmi tarixiy temidagi sahne eserlerinin yezilish va sahnada o'ynalish ahvoli qandaq edi? Siz Buğra'nın Qutluk Türkan operası 1940-yillardagi Uyghur edebiyatida qandaq bir bo'shliqni to'ldirdi deb qaraysiz? Albatta ayni vaqtda mayli Sharq Turkiston Jumhuriyati amaliy kontrol qilib turayotgan shimoldagi 3 viloyati bo'lsin yoki janubdagi 7 viloyati bo'lsin, drama va operani asos qilgan sahna asarlari alhamdulillah biq chiqarayotgan va dastlabki taraqqiyotiga erishayotgan bir mezgillar edi. Bu jarayonda o'zimizniki klassik asarlardan bo'lgan Parat Shayran, Tahir Zo'kra, G'ayrib Sanam qatorliq asarlar sahnalashtirilib o'ynalgan edi. Qoida qayrlash millatlardan import qilingan asarlarni o'ynab turadi. Masalan, Ozarbayjondan import qilingan Arshin Malalan operasi qatorliqlar. Lekin o'zimizningki yozuvchilari qalam taratgan asarlar nihoyat oz edi. Bo'libmi bularning ichida qadimgi tariximizga bag'ishlangan opera yoki dramalar yo'q edi. Demak, shu bir bo'shliqni to'ldirish uchun Mamtun Buğra Efendi o'zininki bir tarixchi bo'lish sifati bilan va adabiy ijodiyatchi bo'lish sifati bilan bu janrga yurish qilgan. Endi Olimjon Efendi, Qutluk Türkan operasi tarixiy temidagi bir asar bo'lish sifati bilan ayni davrdagi o'qirmanlar va tomoshabinlarga millatning birlik va ittifoqligi to'g'riliq qandoq ibratlik tavsiyalarni taqdim qilgan deb qaraysiz? İkinci sahnede orun algan bir diyalogda Buğra kahramanı mundaq sözlüdü. Tekinimni Türk elini yaşatkan birliktir. Birlik bolmay yaşayalmaz müstakillik. Türk düşmanının yegane kuralı ayırmak, bizning onunga qarshi kuralımız birlik bolmak. Endi Taran Uyghur Efendi, sizge ma'lum bo'lgandek, Buğra kelib chiqish jihatdan bir diniy oilaga, yoshligidagi ta'lim-tarbiya jihatdan madrasa ma'rifiga mansub bir shaxsiyat bo'lishiga qaramay, Qutluk Türkan nomli bu operasida bosh temini İslamiyatdan keyingi Uyg'ur tarixidan emas, balki İslamiyatdan burunqi Orxun Uyg'ur davlatidan tanlab olishining sababi zodi nima? Bu haqdagi qarashlaringizni anglab o'tgan bo'lsak. Mamtun Buğra Efendi Qutluk Türkan operasiningki kirish so'zida o'ziniki nima uchun ayni vaqtdagi Orxun Uyg'ur xonligini, ya'ni 8-asrdagi Uyg'urlar tarixi va turmushini aq ko'rinish qilgan haqida o'ziniki zotini berib o'tgan. Albatta Mamtun Buğra Efendininki bir diniy zot yoki mudarrislik sifati va salohiyatini nazarga olgan vaqtda uning uchun balkim Uyg'urlar islomdan qabul qilgan Qarxonlar sulolasi yoki undan keyingi boshqa davlatlarni tarix orqali ko'rinish qilish balkim texmo aqlga uyg'un yoki tabiiy bir talash bo'ladi deb qarayman. Lekin Qutluk Türkandek tarixiy temaga bag'ishlangan bu sahna asarniki mayli ichidagi dialoglar yoki aytilgan naqshlar bo'lsin, so'z jumlalarininki nihoyat sezgirligi, kuchligi va ideallikka ega ekanligini nazarga olgan vaqtda
Tüm Bora Efendi'ninki aynı vaqtda Orxun Uyg'urxonligini bir tarixiy arkonish qilishi bo'libmi, Orxun vodisi bilan ayni vaqtdagi Tarim vodisidagi yerlik belgiliklarninki o'tirsidagi munosabatni aydinlashtirish, ularni o'tirsidagi tuqqanchilik munosabatini gavdalantirish, har ikkisiningki bir millatga tava bo'lgan xalqlar ekanligi va ularni o'tirsidagi rishtiningki hech qachon uzilmaydiganligini bir muhabbat hikoyasi orqali tasvirlab berganini ko'ra olamiz. Hamda Olimjon apandi har qanday bir tarixiy temadagi sani asarda tarixiy chinliq asarning muhim taraflaridan biri hisoblandi. Ammo sani asari hamon adabiy ijodiyat kategoriyasiga mansub bo'lg'achqa, uningda yana badiiy mahorat va badiiy go'zallikning bo'lishimi talab qilindi. Sizce Qutlug' Turkon operasining tarixiy qimmatidan boshqa badiiy jihatdagi muvaffaqiyatlarga zoda qanday qaraysiz? Mazkur opera Bug'roning tunji asiri bo'lishiga qaramay, nihoyatda muvaffaqiyatli holda ijod qilingan. Operada dekoratsiya, muzika va dialoglar muvofiq bir shaklda birlashtirilgan. Bug'ro operada xalq adabiyotidami unumli holda foydalangan. Operada o'rin olgan ba'zi she'rlar xalq adabiyotidan ilingan. Masalan, 6-pardadagi "Yonimga kelmading yorim, yo'lingga borgudak bo'ldim. Qo'limga qo'sh pichoq olib, yurakni yorgudak bo'ldim" degan misralar xalq qo'shoqlaridan ilingan. Bug'roning asarlarida mushunga o'xshash misollar ko'p uchraydi. Hamda oxirida Taran Uyg'ur apandi sizdan so'rab baqsam, Muhammad Amin Bug'roning Qutlug' Turkon operasida asosiy voqelik liniyasini qadimki Orxun Uyg'ur davlati bilan Tarim vodiysidagi kucha, ya'ni qadimki Kusan davlati orasidagi yaqin bog'lanish va munosabatlarga qaratishi Xitoy tarixshunoslari bozog'i solgan Uyg'urlar Tarim o'ymonligining yerlik aholisi emas. Ular 840-yili ko'chib kelgan degan sapsataga qandoq zarba bergan? Ma'lumki Xitoyninki tarix nuqtai nazar bo'yicha Uyg'urlarninki, ya'ni Orxun Uyg'urxonligi bilan Tarim vodisidagi yerlik belgiliklarniki hech qanday milliy yoki madaniy jihatdagi bog'lanishiga yo'q, o'xshamaydigan millatlar deb qaraydi. Shundoqla bu orqali Uyg'urlarninki 840-yili Sharq Turkistonga ko'chib kelganligini urg'ulaydigan aytdi. Bema'ni shuni bir ko'z qarash bor. Tüm Bora apandi 1944-yilning oxirida Xitoy tarixchisi Li Dongfang bilan bo'lgan qalam ko'rishida bu xil bema'ni ko'z qarashga kuchli raddiya bergan bo'lsa, bu qitim Turkan operasi orqali o'zimizning milliy tarixiy ko'z qarashimizni Uyg'ur xalqi orasida yana bir qitim tiklagan. Shundaqla bu orqali Xitoyninki tarix nuqtai nazariga yana bir qitim badiiy shaklda san'at vositasi orqali yana bir qitim qattiq raddiya bergan deb qarayman. Vaqt chiqarib bu qitimliq suhbatimizga qatnashganlarga va qimmatli fikr berganlarga ko'p rahmat. Programmamizning keyingi qitimliq sonida ko'rishaylik. Qadrli radio anglag'uchilar, yuqorida 20-asr Uyg'ur tarixidagi mashhur shaxsiyat Muhammad Amin Bug'ro va uning kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 54-qismini angladinglar. Bu vaqtdagi anglitishimizning oxiri davomli diqqatinglarda bo'ladi. Qimmatli radio anglag'uchilar, shuning bilan Yo'riq Sayillar sayfisining bugungi anglatishi bu yerda oxirlashdi. Sayfimizning kelar haftalik sonda ko'rishaylik. Xush vaqt bo'linglar.